Hello YouTube ahli, sizlar bilan o'sha Revar. To'g'ri bilaman, 3 oydan beri video qo'yayotganim va bu meni yangi kanalim, eski kanal esa xullas chopilib ketdi. Bu kanalga tezroq obuna bo'linglar, 20 tadan keyin stream bo'ladi. Aytganimdek o'tgan safar 20 ta bo'lgandan keyin stream bo'lgan. Hozir hozir mana shular. Bugungi bizning maqsadimiz mana shu orolda yashab qolish. Orqamizda bittagina daraxt bor. Bu Imyamera degan joyga Karus deb yozgan edim. Xuddi mana shu joydan spawn bo'ldim. Bitta daraxt va shunchagina joydan. Xo'p, video qiziqarli bo'ladi. Tomosha qilish maslahat beraman va boshladik. Olisizlar. Sizlar bilan bir dildan suhbatlashamiz. Xo'sh. Men YouTube ga qaytishimga asosiy sabab bo'lgan bu ukam. Va har xil kommentariyalar bo'ldi. 200 obunachiga yetay deganimizda naparnigimiz kanali chopdi. Bundan uni kutmagandim. Tak, mayli. O toshga keldik. Birinchi tosh qazib olamiz. Obunachilar, endi yiqiladigan ishimiz mana shu orolda bitta tekislab chiqish. O qo'shni tarafimizda orol bor ekan, yo biyommi? Orol. Xullas, undan keyinchalik foydalanamiz. Hop, birinchi bu hamma yerni tuproq qilib chiqish kerak. Qani bo'lsa gap cho'zib o'tirsa go. Obunachilar mana qo'ldan kelguncha tekis qilib qo'ydi. Tekis qilib qo'yamiz. Normal. Mana bu yana jiddiy joy qolgan. Ashtam polniy pashimiz yer tugab qoldi. Hop, mayli, biz ketdik. Apa? Mayli, ertadan bu oroldagi birinchi rudamiz ko'mir. Voy, qum ezdi odammi? 2 donamidi? Qo'yib qo'yamiz. Qo'zg'ab ketamiz endi. Серьезно? Опа. Tak yopdik yo'lni temirgacha. Shular hozir kondan chiqib ketdim. Даже bedrockgacha olib bordim, lekin 2 dona ko'mirdan boshqa hech narsa chiqqani yo'q. U ko'mirlar ham ketdi bunaqa fakellarga. Men bitta yopib tashladim. Cho'chqa paydo bo'libdi. Sigir paydo bo'libdi. Demak, spawn bo'lishni boshlabdi biz hayvonchalarimiz. Uy bo'psoq. Yaxshi. Tak. 13 ta yer, нормальный. Endi 20 ta.
Mana sigirga yordam beramiz. Chiq sigir. Mas. Nu. Narga oroliga suzib boraymikin. Nu suzib borsak bo'ladi. Keyingi orolda. Birinchilar bu yerda mana shunaqa joy bor ekan. Xullas, men mana shu yerga ko'chib kelishga qaror qildim. Qonga ham tupurdim. Hozir kema yasab, narsalarimni olib kelaman. Shu bilan menimcha video tugaydi. Bu yerda chunki hamma narsa bor. Cho'chqa ham bor. O'zim hayvonlarimni keyinchalik olib kelaman. Sen. Böyle. Bu pişi udar joyga. Lekin naryoqlar tekislab qo'yuvdik-da. Hemen ol. Let's go. Jidcha pauza. Tomosha uchun hammaga rahmat. Sizlar bilan revert chiqib bo'ldi. Barchaga xayr.